告别的时刻已到了，随身的行囊装些快乐，前方被乌云笼罩了，心中的拉扯困守在敌后，隐隐约约的沉默透露一丝丝苦涩，愿你不再被伤透，别再贪着泪入睡，去去长长的世界，答案不一定绝对，伤口因为爱串联，让我们同步境界。求生的力量来自真我，战胜可敬的对手。坚持信念是我的所有，抵达心中的辽阔。有所期待，该终结的，有遗憾的，该终结的，放不下的，该终结掉。绳索的光芒指引方向。Oy texnikasi. Zamon yo'li osmonda osilib turibdi. Uning qilichbozlik mahorati nafis. Bir zarbada qilichining nuri uzoqlargacha daryoga aylandi. 13 tig'i osmonni yoritib, 13 ta qirolni o'ldirdi. Men uni qilich daryo hukmdori deb atayman. 193-qism. Voy yoqimtoy. O'zini erkakka ko'rsatishni qaranglar buni. Men jiddiy yigitman. Meni pastga urmanglar. Qattiq qo'l, rost osmon emasmi? Ustozimni oldida albatta go'zal ko'rinishim kerak. Bu binafsha olov fazo qonunlarini biladiganlar uchun mos keladi. Ustozingga yoqishga harakat qil. Ustoz juda ham mehribonsiz. Yulduzli minoraga bormoqchimisan? Ha. Harbiy xizmatim talablariga javob berdi. Ketishdan oldin jang maydonidagi eng xavfli hududga bormoqchiman. U yer rostdan ham borishga arziydi. Tug'ilgan cheklovchi yulduzlar tozalangandan so'ng kuchli odamni ham muhrlashi mumkin. O'sha paytda to'rtta eng yuqori guruh bu uchun urush boshladi. Ammo Chen-Fin yulduzlarni paydo bo'lishi uchun 1000 yil kerak bo'ldi va hech qanday qoidalarsiz. To'rtta asosiy lagerdan 100 minglab o'lmas qirollar. Barchamiz shu uchun yig'ilgan edik. Sizga omad tilayman.
juda katta. Yangi qit'asidan-da kattaroq. Bu yer juda go'zal. Bu yulduz minorasi 9 yorug'lik yili balandlikda. Yutilgan kosmik energiyaning ko'rinishi tufayli 9 ta spiral tumanlik hosil bo'lgan. Qanday go'zal ko'ryapti. Juda ham dahshatli tushadi. Hatto koinot hukmdori ham chuqurga kirsa parchalanib ketardi. Juda dahshatli. Lofi. Lofi, senga nima bo'ldi? Kelganim zahoti to'satdan ruhimni titratgan bir chaqiriqni his qildim. Hatto yanchen urug'ining parchasidan ham oshib ketdi. U bilan aloqa qilish kerak. Javob yo'q. Yana bir marta. Qanday qilib? Buni his qilyapman. Butun boshi minora meni o'ziga chorlamoqda. Lekin nima qilsam ham javob yo'q. Men xato qildimmi? Yaxshisi ichkariga kiraman. Yulduzli minora son sanoqsiz harakatlanuvchi taqiqlangan makonlardan iborat. Taqiqlangan makonlarni bog'laydigan maxfiy yo'laklar ham bor. Bu yer taqiqlangan makon. Detektor dunyo proyeksiyasi, ma'budlar shohligi va hokazo. Ammo taqiqlangan makon ichida butkul cheklangan. Demak, ma'budlar shohligi teleportatsiya qilib keta olmas ekanmiz, faqatgina yo'lakni topishimiz kerak, xolos. Oldinga harakatlanamiz. Ustoz, ehtiyot bo'ling! Yuqori darajadagi taqiqlangan yer qo'rqitsa.
Taqiqlangan hudud qo'riqchilari ilg'or mexanik qo'g'irchoqlardir. U hujumidan qo'rqishmaydi. Faqat ularni tanasidagi yadrosini yo'q qilish mumkin. Pichoq uning tanasini sindira olmadi. Qo'shaloq o'q. Uni o'ldi. Qani bo'l. Ham kuchli. Nimalar bo'lyapti? Yulduzli minoraning ichki qismi tinch. Faqat Chinfen yulduz tug'ilmoqchi bo'lganida g'alati hodisalar ro'y beradi. Ustoz endigina minora oldiga keldi. Hali yaxshi hodisalar oldinda. Ko'rinishidan yulduz muhrini ustoz oladi. U yerda chiqish yo'li bor. Ustoz, men bilan yuring. Muhrlovchi yulduz. Oddiy sayyoralar bilan solishtirish mumkin bo'lgan yulduzlar. Odamni hayajonga soladigan kuchsiz aura mavjud. Bu cheksiz bo'shliqda doimiy tezlikda sekin aylanmoqda. Muhr yulduzining joylashuvida to'sib turadigan ko'rinmas to'siqlar mavjud. To'g'ridan to'g'ri aloqa qilib bo'lmaydi. Biz faqatgina taqiqlangan makonga kira olishimiz mumkin xolos. U esa yaqinlashmoqda. Chinfen yulduzlarga tegish uchun
Hozirgina boshdan kechirgan xavfni yana necha marta bo'lishini bilmayman, lekin hamma intiladigan xazina sifatida arziydigan qiymatga ega bo'lsa kerak. Ustoz bor kuchi bilan harakat qilmoqda. Men orqada qolmayman. Men yana mudramaslikka qasam ichdim. Qani ketdik. Bu yer haqiqatdan ham noqulay. Deyarli har bir taqiqlangan makon qo'riqchilari bilan qo'riqlanadi. Ularning barcha hujumlarida aniq o'ldirishga niyati bor. Go'yo irodali bir shaxs uni ta'qib qilayotgandek. Ba'zilari hatto qirol darajasidan ham oshib ketgan. Siz tufayli bu yerdan muammosiz o'ta olaman. Sizga ham qo'riqchilar hujum qilishdimi? Ha, mish-mishlarga qaraganda Chifeysi dunyoda paydo bo'lish arafasida. Taqiqlangan makon qo'riqchilarida o'zgarishlar bo'ladi. Ko'rinib turibdi-ku, rostdan ham dunyoga kelmoqda. Ammo bu sodir bo'lganda taqiqlangan makondagi barcha irqlarning kuchi odamlarga yo'naltiriladi. Chifeyning yulduzi paydo bo'lgan joyga borishing kerak. Rostdan chuqurlashib borganimiz sari kuchli shaxslarga duch kelyapmiz. Begonalardan taqiqlangan makonning qo'riqchilari kattaroq. Ehtiyot bo'l. Tushunarli. Armiyaning ichki tizimi ko'rsatmoqda. Qirolning koordinatalari uzoqda emas. Agar uchrasha olsak, bizning imkoniyat ko'payadi. Avvalroq mudramaslik haqida aytgandi. Yo'ldan qoch. Sen mening urug'imdagi binafsha qirolni o'ldirding. Seni qanday qo'yib yuboraman? Men-chi qirol Zizonning yaxshi birodariman. Bekorchi gaplarni qo'y. Bu yerga qasos uchun kelding. Davom bor. Shu golsdan keyin albatta filmimizni davomini ko'ramiz. Bizning hurmatli muxlislarimiz, ushbu anime va donxualarni faqatgina bizning rasmiy kanalimizdan tomosha qiling. Premium kanal obunachilarimizga minnatdorchilik bildiramiz va asosiy kanalda sizni kutamiz. Hurmat bilan UzLabGo jamoasi. To'xtashimni xohlaysizlarmi? Kechiringlar, bunday qila olmayman. Agar sizlarga shu va shunga o'xshash filmlar qiziq bo'lsa, Telegramdan bizni UzLabGo deb qidiring. Anime filmlarimizda bolalarga chiroyli qizlar, qizlarga esa chiroyli bolalar bor. Darhol bizni qidiring va filmlarimizni mazza qilib tomosha qiling.是被笼罩在一片灰色，只有水液昭示生命还炙热。弱肉强势都遵循这个规则，看谁比谁有资格让爆破被最后的视线定格。我用火焰招待天外的来客，趁着陨石还在和大气拉扯，涅槃就在下一刻。用血肉，用信念。要我的心永远都不陨落，在这硝烟，在这废墟，就算倒下也不退缩。要看我冲破苍穹，让宇宙听见怒吼，咆哮着，挣扎着。
族群都来了，我们暂时结成同盟，那倒是振风星辰贵神。若不趁早下手，越往后机会就越渺茫，不知有多少可怕存在。他刚说自己叫什么来着？第6方案，燃烧灭杀此人，哪怕是蜂王极限也必死无疑。宝物是宝物，轮到我们捡漏了，快！终结你刀河王的是我，你最好能活到最后。